300 milli, 500 milli va 670 milli klaviatura. Xarakteristikalari bir xil, lekin narxi har xil. Nima farqi bor ekan? Bugungi videoda bilib olamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Shahzod Shodiyev. Bugungi obzorimizga men sizlar uchun spesial 3 ta klaviatura olib kelib qo'ydim. 300 ming, 500 ming va 670 ming. Xarakteristika bo'yicha absolyutno bir xil. Uchalasi magnitli klaviatura, uchalasi 8000 Hz, snap tap, repeat trigger, hamma funksiyalari bor. Lekin nima uchun sizlar ko'proq pul to'lashinglar kerak yoki kerak emas? Bugun sizlar bilan birga bilib olamiz. Nima farqi bor ekan? Bugungi mehmonlarimiz Aula brendidan 300 ming simli Win 68 klaviaturamiz. Ikkinchi mehmonimiz Attack Shark brendidan X68 klaviatura va uchinchisi 670 milli Apple Maker brendidan, o'zi men yoqtirgan brendim HE68 Lite klaviatura. Давайте avvalambor ichida nima borligini ko'ramiz, keyin tashqi ko'rinishini va albatta Tesla ilovalada nima farqi bor ekan точно bilishimiz kerak. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, обязательно kommentar yozib qoldiringlar. Shunaqa kontentlarni ko'paytiramiz. Обязательно like va podpiska bosib qo'yamiz. Agar sizlar xuddi shunaqa klaviatura zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, bizani Telegram kanalimiz bor yoki saytimiz bor. Shunga bemalol kirib zakaz qilsanglar bo'ladi. www. Korobkasi вообще tonki qilingan. İçinde instruksiyamiz. Bunaqa instruksiya bu yerda bizda o'sha горячий klaviaturamiz bor va klaviaturani qanaqa biza kontrol qilsak bo'ladi. Mabodoga bu juda udobniy ilovaga kirgili kelmayotgan bo'lsa agar. Antipilnik bundan udobniy narsa, shuni olasizlar, ishlamayotgan paytda antipilnik olasizlar, yopasizlar va har doim klaviatura toza turadi. Perfeksionistlar uchun menimcha ideal variant. Kabel ulangan USB Type-C rezinoviy prostoy qilingan. Eslatib turaman, любой magnitli klaviatura hozirgi payt в основном 95% bu provodli. Ikkita bizda qo'shimcha switch, puller va brelokimiz. Mana boltiklarimiz mana shu brelokimizni klaviaturaga ulaydigan. Prinsipi все. Juda prostoy, ichi chovor. Keyingi esa Attack Shark. O'sha oppoq korobochkamiz. Tak, Attack Shark klaviaturamiz ichida bizda brelok brelokimiz ko'rsanglar bo'ladi. Ancha chiroyliroq, interesniroq dizaynda qilingan. Ikkita nakleyka Attack Shark, mabodo bu akula degani, shunga har bitta o'zini mahsulotiga nech pul bo'lsa ham, nima bo'lsa ham ikkita nakleyka solishadi. Takoy firmenniy stil. Instruksiya rahmat, mabodo ishlatish bilmasak klaviaturani o'zi, zashitkani o'zi, mana burada ham o'sha antipilniki bor va bizda уже ancha sifatliroq USB Type-C kabelchamiz. Ikkita kabel bilan ko'ryapsizlar. Kelasi rezinka, no ko'rinishi o'ng tomon, to есть Attack Shark ancha yaxshiroq, plus ular chiroyli ko'p belbog' qilishgan lipuchkada. No kabel kabel bilmayman qanchalik bunga e'tibor berish kerak. No, razница bor. Po faktu aytaman, sifatida сразу ko'rinib turibdi, ancha yaxshiroq. Attack Sharkdagi narsalarimiz bizda chiroyli paketda keldi. Bu реальный standartli puller. Любой joydan bu puller topsangiz bo'ladi. Attack Sharkga da, bu ham o'yimli prostoy puller. Просто oq rangda qilishgan. Принципе, еще. Bizda уже Apple Maker korobkasi juda chiroyli qilingan, такой весомый antipilnik. В принципе, uchala klaviaturamiz уже antipilniki bor. Bunaqa instruksiya, yana bitta instruksiya, klaviatura, kelamiz bizga klaviaturamiz. Bitta qo'shimcha switch Apple Makerdan, kabel уже плетённый, hozirlar ko'rib chiqamiz. Qalin temirli bunaqa brelok emas va standartniy puller. Har bittasini endi solishtirib chiqamiz bir-biri bilan. My friends, mana 3 ta klaviaturani qo'yib oldim. Davайте razmerdan boshlaymiz. Aula o'sha eng arzon klaviaturamiz. Bundoq qo'yaman ustiga и ko'ryaptiki, что bu klaviatura Attack Sharkdan kichkinaroq.
Atak Shark avvalida kichkinaroq. То есть narxiga yarasha razmerlari ham kichkinaroq. No, knopkalar soni plus-minus bir xil. Ko'rsanglar bo'ladi. Imенно ramkalari kattaroq ekan. Mana eng kattasi bizda shu Pomakerda, keyin Atak Shark yo'qda, eng minimalniy ramka Avlo brendida. Endi qanchalik ramkani kattalashtirish bu narxiga qanaqadir ощутимый effekt beradi bilmayman-ku, no, po faktu shunaqa. Hech qachon ramkaga e'tibor bermagan ekanman, просто farqini bilish uchun endi obzorlarda e'tibor beryapmiz. Tashqi ko'rinishiga kelsak, ishlatilgan materiallarga sразу e'tibor berasizlar. Mana Atak Shark bilan Avlo plus-minus bir xil da Apple Makerda qanaqadir приятныйroq уже plastmassa. Plastmassa как plastmassa, lekin baribir Atak Sharkda yaxshiroq. Avvalda bilasan, qanaqadir dешевый plastmassaga o'xshaganda, ya'ni bayram payti ko'chada sotib yurishadi-yu, eski qanaqa dешевый o'yinchoq qimmat sotishadi-yu, olasiz bilasiz, ana Xitoyligini, Xitoy hidi keladi. Xuddi shunaqa avval. Atak Sharkda Apple Makerda yaxshiroq. Orqasiga kelsak, mana qaranglar. Bu yerda bizda rezinkalari ancha выпуклыйroq qilingan. Plus, mana за счет чего рамкasi kattaroq. Ko'rasam, to есть avval klaviaturasida bizda mana ровно ketganda, Atak Shark mana shu sal chiqarib qo'ygan, tipa весомый qanaqadir razница bersin deb. Apple Maker shu ramkani искусственно просто katta qilgan. Mana klaviaturamiz bir xil, просто bu ikkita brend qo'shimcha qanaqadir выпуклость beryapti, kattaroq bo'lsin deb. Qaranglar, Atak Sharkda Windows MacBook rejimi bor ekan. I plus chekkalari unaqa vibritsiya qilingan va Atak Shark yozig'i bor. Avvalda bu narsa yo'q. Apple Makerda-chi? Yo'q, Apple Makerda juda prostoy qilingan. Avval bilan Apple Makerda, to есть 300 millik и 670 millik bratishkamizda MacBook rejim yo'q. Bu katta minus, my friends. Давайте endi og'ziga kelamiz. Menimcha eng qizig'i bu ovoz. Sizga va menga oddiy pользователь uchun ichida manaqa switch, kail, mayl farqi yo'q. Bizga ovoz qiziq, to'g'rimi? Qo'shni xonada bolalarimiz turib ketishadimi, yo'qmi yoki ota-onamiz eshitsa WW qilishadimi, yo'qmi, to'g'rimi? Давайте endi eng arzondan boshlaymiz, Space dan boshlaymiz, sakrash knopka. Avlo 300 millik. Atak Shark. Apple Maker. Atak Shark. Apple Maker. Atak Shark. Apple Maker. Apple Makerda bilasizlar, ovozi sal taglushunroq, shunga o'zini pulini оправдать qilyapti. Bu ASD. Bu Atak Shark. Bu Apple Maker. Atak Shark. Bu Apple Maker. Avval sразу yutqizyapti, 100%, bilasizlar, ana громкий, xripli, yoqmaydigan ovoz. Atak Shark bilan Apple Maker plus-minus bir-biri bilan solishyapti. Bu yerda endi sразу bilyapti, Apple Maker sразу birinchi o'rin, ikkinchi Atak Shark, уже dasha avval. Har bittasini o'z narxini oqlayapti o'sha switch va ovozi tomonidan. Tak, ovozlarni o'zimiz eshitdik. Endi plastmassani ovozini eshitib ko'rmoqchiman. Atak Shark глухойroq, заполненroq bilinyapti sразу. Pomakerchi. Bu глухой. Значит, tushunishim bo'yicha endi hozir ochib ko'rmadi-yu, nahot ochishni boshlaymiz. Prinsipi Apple Makerda eng zo'r bizda ovoz bo'lish kerak. Tak, mana ilovaga kirib oldik. Ko'rsanglar bo'ladi. Bizda bu yerda 1, 2, 3, 4 ta profil bor. Ularni o'zingizlar xohlaganingizcha kustomizatsiya qilsa bo'ladi. Har bitta profilga har xil manaqa lightingni qo'yib chiqsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Har xil ranglar, o'zgarishlar, har xil rejim modlari bor, bularni o'zgartirsanglar bo'ladi. Masalan, mana yerga kirib, super настройка qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tam zonlarni настройка qilib, polning reytlarni mana ko'rsatadi. Полностью настройка qilasizlar-da, и snap'dan yoqib qo'yasizlar. Ikkinchi profilda tam nima yozib qo'yasiz? Bu tam typing uchun. Ish deylik mana. Ish uchun deysizlar, и bu yerda уже bu standartniy настройкалар bo'ladi. Ish uchun standart настройкалар bo'ladi. Klaviatura sekinroq ishlaydi. Farqi shunda. Tak, bu nima ekan? Advanced. Bu, короче, qaranglar, bular spesial makroslar. Endi любой magnitniy klaviatura mos bu funksiyalarni. Bu narsani tushuntirish menimcha kerak emas. To есть bu yerda qarang, 4 ta funksiya bor. Mana 1,5 mm-gacha bossam, to есть yarmigacha bossam, bitta knopka bosadi, oxirigacha bossam, ikkinchi knopka bosadi, ko'tarilganda, uchinchi knopka 1,5 mm ko'tarilgan, 4-knopka. Endi bu любой magnitniy klaviaturada bor. Lighting kelsa qolganimizcha bizda настройка xosiyat bo'ladi. И adashmasam, har bitta mana qarang.
Va SSDni masalan men ko'k qilib ochaman. Okey, buni qo'ldiramizda budka kiramizda. Bularni endi qip-qizil qildik, ko'rasizlarmi? 10 knopkani bosar ekansizlar, 10 knopkani bosasizlar, tanladinglar. Bitta rang tanladi. Keyin chap knopkani bosamiz. Уже boshqa knopkalarni ko'rdinglarmi? Hamma knopkalarga, to есть har xil knopkalarga har xil ranglar qo'yib chiqdik. Prinsipi hamma bizda o'sha любой magnetik klaviaturada bor funksiya. Yengil narsa yo'q. Men aytdim, SnapTap, Repeat Trigger funksiyalarini ko'rsanglar bo'ladi. Hamma funksional ichida bor. Давайте endi atak shart bilan klaviaturani tekshiramiz. Saytga kiramiz va o'zimizning klaviaturamizni qilamiz. Bizning modelimiz, mabodo esimizdan chiqib qolsa, orqasida yozilgan X68 HE WebDriverni bosdik. Mana ilovasiga kirdi, onlayn ilovasiga, WebDriverimizga. Добавить подключено. Bu yerda уже absolutно boshqa ilova chiqyapti bizga. Bunga MCOS kasal teganmi deymana. Tak, bu yerda nima ko'ramiz biz? Сразу biz настройки klaviatura bu yerda har bitta knopkani to'g'rilasak bo'ladi. Har xil makroslar, kстати, mana bu yerda mana bosilish kodini o'zimiz o'zgartirsak bo'ladi millimetrga qarab. Расширенный klavishi, то есть o'sha aytgan funksiya mana bu yerda ko'rasizlar, 1,5 mm, 3 mm bosilgandan keyin tam 4 knopkani uradigan funksiya. Xuddi shunaqa 8000 Hz. Ranglarga kelsak, подсветкani ko'ramiz. В принципе, то mana по функционал bo'yicha любой magnetic klaviatura bir xil, абсолютнейшим образом. Bu yerda, kстати, RGB'si menimcha yarkiroq ancha ko'rsanglar bo'ladi. Men hech narsa bilan o'zbek qilmayapti, lekin RGB'ning подсветкasi bunda ancha yarkiroq va sifatliroq. В принципе, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. В принципе, har bitta knopkani rangini men xohlagancha o'zgartirsam bo'ladi. Bu yerda уже so'rab bu narsa. Men rangni o'zgartiraman, bosaman, o'zgaryapti. Har xil ranglarni men xohlagancha qo'ysam bo'ladi. Bu yerda har xil rejim bor, ko'rsatadi, xohlagancha o'zgartirsa bo'ladi. O'sha gap. Любой magnetik klaviatura funksional bo'yicha bir xil. Farq shu. Получается, bizda качество bo'lyapti va bosilishda va RGB'ni yarkisi bo'yicha. Endi давайте Apple Maker'ni ko'rsatamiz. Wow. Ana avvaldan keyin, atak sharkdan keyin bosaman, просто shunaqa mazza. Soft qilamiz. To'g'risi men hali Apple Maker softga kirib ko'rmagan edim. Apple Maker ham degani bitta ilovachi любой klaviaturaga tushadi. Bu удобный. Buni yuklab olasizlar, bir marta bilib olasizlar. Dальше har xil soft qidirib o'tirmaysizlar. Bu yerda ancha osonroq va bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Kстати, avvalda Windows rejim yo'q edi, atak sharkda knopka orqali edi. Bu yerda bizni ko'rsak bo'ladi. Bu Maker bratimiz MacBook iOS Androidga просто knopka qo'yib qo'yishgan. То есть onlayn driverda bemalol o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu yerda har xil rejimlarimiz bor. Bu ko'ramiz, bu nima? Read keyboard config. Masalan, o'zimizni qanaqadir konfiguratsiyani saqlanib qolsa bo'ladi, olib, tam o'rtog'iga yuborsangiz bo'ladi, o'ziga yuklab olib, o'ziga qo'yib oladi. Tipo, siz ideal настройка topsiz, o'rtog'ingizda ishlatib ko'rinaman. Manaqada seli bo'ladi. То есть тоже хороший вариант. Именно communityga. Endi RGB'sini ko'ramiz. Bu yerda bizda ko'rasizlar, 20 ta har xil rejimlari bor ekan. Xuddi shunaqa. LED strip. Yo'q, menimcha LED strip bu именно chekas neon bo'lsa, bu nima ekan? Tezligini настройка qilsanglar bo'ladi, ranglarni tanlasanglar bo'ladi va скорее всего mana custom joy bor. Bu yerda har bitta уже bukvani olgancha настройка qilsanglar bo'ladi и o'zini qanaqadir готовый patternlari ham bor. Makrosga kirsak, xuddi shu makroslar 8000 Hz mana ko'rsanglar bo'ladi. Bizani уже mana magnitniy klaviaturamizga xos настройкаларimiz bor. Televizorlarni настройка qilsak bo'ladi. Har xil funksionalniy knopkalar qo'ysak bo'ladi. Masalan, neudobniy 60 ta klaviatura bo'lganda, bu CS o'ynayotganingizda yo'q knopkasi yo'q, ko'rasizlar. То есть komandani stakan chiqara olmaysizlar. O'sha payt men har doim maytga yo'qni qo'yib qo'yaman. Mana olamizda maytga qo'yib qo'yamiz. Maytda endi bizda mana knopkada yo'q chiqadi. Bosamiz. Juda удобный funksiya. Yo'qmas bu звездочка. Qani yo'q? Mana, my friends. Mana, точно bu juda удобный. Keyin bir diskni yozishimiz kerak bo'lsa, bemalol yozorsak bo'ladi. Da, shaftdan nimaligini bilmayman. Menimcha agar sizlar switchdan o'zgartirsanglar, bu yerda sizlar o'sha switchlarga qarab, настройкаlarni o'zi klaviatura qiladigan qilsanglar bo'ladi. Aytaman, o'sha buni RGB'si cho'tkiroq, juda chiroyli qilingan, negaki knopkalari ровно tushgan. RGB bo'yicha u eng yarkisi. Apple Maker ilovasi menga ko'proq yoqdi, чисто потому что birinchidan har bitta klaviaturani qidirib yurmaysizlar. То есть bu yerda bitta ilova hamma klaviaturalarga bu удобный, и ikkinchidan, в принципе, o'sha полностью ilova juda intuitivно qilingan va lishning shum yo'q.
kirasizlar, birinchi всё понятно, ancha dizayn chiroyliroq. Endi shunga yarasha narxi qimmatroqdir. Eslatib o'taman, kстати, bu Apple Maker bu основной завод adashmasam, bu brachkalarimiz buni zavodda qilinadi. То есть o'ziga eng zo'rini qottancha. Так что shunaqa gaplar. Bo'ldi, like va podpiska bosib qo'yinglar, o'zinglar ko'rdinglar. Uchala klaviaturani funksional bo'yicha absolyutni bir xil. Lekin shunaqa mелочевка narsalar bor. Kimdir uchun mелочевка emas, kimdir uchun bu juda важный, kimdir uchun ovoz приятный и тихий bo'lishi kerak. Kimdirga tam ikkita obed puliga, в принципе, yaxshi magnitli klaviatura olsa ham bo'ladi. Pulslarniki tanlash ham o'zingizlardan. Так что sizga shunga o'xshagan klaviaturalar, magnitli, mexanический kerak bo'lsa, Ingame eng katta assortiment. Offline ham, online ham. Так что bemalol kelinglar. Davu.